Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, demak bugun men eslasanglar bundan 2 oy burun sentyabr 10-sentyabrda bitta video qilgandim. Mana shu zamyakul qismini olib barglaridan ikki xil usulda eslasanglar bunaqa idishchalarga ekib ildiz o'ttirgandim. Shu bugun men ularni ochib ko'rdim. Hozir yuvilgan holatda sizlarga ko'rsatmoqchiman. Demak, eslasanglar ikki xil usulda ekkandim. Oddiy bunaqa idishga tuproq bilan ekdim va fitilniy polif, ya'ni ana bunaqa fitil qilgandim. Mana ipchali. Demak, tagida suv turadi va o'zi shu orqali o'ziga kerakli bo'lgan suvlarini kerak holda ichib oladigan qilib ana shu bakchalardan ekib chiqqandim. Bu yangisi. Demak, men nima qarorga keldim? Bu oddiy ekilgani, ana bunisi esa fitilniy polif da ekilganlari. Endi nima desam bo'ladi? Qarang. Barglarni tanlashda bitta narsaga ahamiyat berdim. Kichkina barg tanlasanglar juda ham kech. Mana juda ham kech kartoshka chiqarar ekan. Bu kichkina bargcha. Mana bu zamyakul qism barglarini ko'rasizlar, katta-katta. Demak, agar siz ko'chat qilmoqchi bo'lsangiz, baquvvat katta-katta barglardan olishingizni maslahat beraman. Va fitilniy polif maslahat beraman. Mana qarang. Katta barg va fitilniy polif. Ko'rasizmi? Mana. Juda chiroyli. Qarang kartoshkasini. Вообще super. Katta. Va bargni o'zi ham mana. Katta barg. Bu 10-sentyabrda olgan bo'lsam videoni, o'sha payt 1,5 oy bo'lgan va hozir mana yana 2 qo'shsa 3,5 oyda shundoq kartoshka va ildiz berib o'tiribdi. Bu juda ham xursand qildi meni. Bunga men to'g'risi hech tegmagandim. Fitilniy polifdan bugun hammasini oldim. Mana ahamiyat beringlar, bu ham fitilniy polif. No. Bargi kichkina. Shuni hisobiga ham bu uncha kartoshkasi katta bo'lmagan. Mana fitilniy polifimda 4 dona. Bularni esa oddiy ekkanman. Bir xillarida kartoshkachalari bor. Bu некоторых bittani bunda juda ham katta bo'libdi mana. Menimcha shu 10-sentyabrda ana shuni olib chiqarib ko'rsatgandim sizlarga. Ozgina o'shandan o'sgan, lekin juda ko'p o'smagan. Farqini qaranglar. Mana farq. Fitilniy polif va oddiy ekilish. Demak, agar biza zamyakul qilsa ekmoqchi bo'lsak, o'zimiz ko'paytirmoqchi bo'lsak, albatta fitil polifini qilamiz. Kimga fitilniy polif tushunarli bo'lmasa, fitilniy polif o'zi ayrim xona o'simliklari fitilniy polifli gashoklari bo'ladi, tuvaklari. Men o'zim uyda bunaqa fitilniy polif yasaganman mana. Ipcha o'tkazib, tagigina suv qo'yasiz. Va doim tagida suv bo'ladi. O'ziga qancha kerak suv olib o'sadi. Demak, barglarni kattasidan tanlaymiz. Ko'paytirish uchun kichkinalar bo'lmaydi. Va albatta fitil polifga ekamiz. Ana shundagina biz yaxshi natijaga erishamiz. 3,5 oylik natija. Ayrim YouTube'da blogerlarnikini ko'rganman. 1 oy, 2 oyda, 4 oy, 6 oyda ham ana shunaqa kichkinagina bo'lib turadi va hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi.
yo'q, fitilniy palivda o'zgarish zo'r bo'lar ekan va hammanglarga maslahat beraman. Endi mana bugun men bularni hammasini ko'chirib o'tkazman. Qarang, kartoshka видно. Kстати, eslasanglar o'tgan safar ham aytdim, mana bu shoxchalaridan. Kстати, shoxcha, по-моему, вот sizlar ko'ryapsiz, mana kartoshka chiqarmoqchi. Ildiz yo'q, lekin kartoshka chiqarmoqchi. Buni ham qaytib ekmoqchiman. Bunisi ham mana. Ko'rasizlar? Bu даже mana bundan ikkita ildiz otmoqchi. Xullas, hammasini fitil palivga ekaman va nasib qilsa, hozir mana noyabr oyi bo'lsa, to aprelgacha tegmoqchi emasman. Kutamiz. Natijani kutamiz. Mani niyatim o'zimni samiyaqul qizlarimni katta qilishda niyatim. Mana uni ko'rib, lekin to'g'risi juda xursand bo'ldim. Xullas, katta barglardan ekamiz. Mana men tashqaridan, boshqa joydan bir joyga bordim, kafedan. Ikkita barg olib kelganman. Bularni ham qaytib ekmoqchiman. Juda ham katta zamiyaq edi, ko'rib shuna havasim keldi. Ikkita bargchasini olib keldim. Endi buni ham fitilniy palivga ekib ko'rmoqchiman. Xullas, maslahatim fitilniy palivga ekinglar. Agar videom yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Va podpisatsiya bo'linglar albatta. Harakat qilaman yanada ko'proq, chiroyliroq videolarni sizlarga chiqarishga. Xayr, salomat bo'linglar.